Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Tuzumsizlar aka, mana xudo xolisi qo'yni jinnilari, yorvoradiganlari, chiqazganlar uchun mana yorvoradigan arachani sotib keldim. Qo'ylardan chiqazamiz. Aka, bu necha yosh? Qo'ylar 4 yosh, 3 yosh, 4 yosh. Bu yo'nalishida bu. Bo'yi birdan oshib. Quloqlari mana akalar butun qo'ylar. Xudo xolisi Qurbon hayitga yangiyan qo'ylar. Besi nechi bo'ladi? 150 dan oshib. 150-155 plus. Bu yo'nalishida beramiz. Katta qo'y so'raganlarga mana katta qo'ylarimiz bor. Sog'lom, benuqson. Temir aylantir. Aylantir. Yurur. Mana akalar bunisi ham bor, bunisi ham bor. Qo'shilmagan yerdagan qo'y jinnilarni so'yaman degan jinnilarni. Qo'shilmagan. Narxi nechi pulmi abi? 1,5-1,8 atrofida. Kelishtirib beramiz. Shunaqa kilo narxini aytasiz qoladi. Akalar, Qurbon hayitga qo'y so'raganlarga mana qo'ylarni yaxshilarini olib keldim.